Men umuman kosmetologga bormasdan yuzni uyda shunaqa cho'tka chiska qilishni o'rgataman. Agar sizga qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Da qo'limda bunaqa machalka qizajonlar, mani sherigim ham bor, 3 yoshli qizim ham men bilan qo'shilishib uxot qiladi. Bu machalkani butun kosmetologlar biladi. Suvga tiqsanglar, machalka kattalashadi. Buni maza qilib ishlatsanglar bo'ladi. Hozir birinchi bo'lib yuzimda makiyajim bo'lgani uchun vlonkani removerida yaxshilab meykapni o'chirib olamiz. Ko'rasizlar, machalka qanchalik bomba bittada chiqarib beradi. Undan keyin обязательно gidrofilkadan keyin biz penkada yuzimizni yuvishimiz kerak. Primoy yuzga surilmaydi, bilasizlar. Ikkita qo'limizga ko'piy qilib olib, yuzlarimizga surib, 1-2 minut kutib, keyin yuvib tashlashimiz kerak. Mana endi esa peelingi. Men hozir Chanel peelingini ishlataman, chunki bu peeling yuzni shunaqa zo'r oqartirib beradi. Yuzingiz poralarining ichidagi hamma kirlarni chiqarib beradi. Yuzni tozalashga, oqartirishga ishlatiladi. Eng asosiysi hamma yuzga mumkin. Qaranglar, qanaqa yuzim oppoqqina bo'lib qoldi. Va undan keyin albatta o'zingizga kechqurunga xotingizni qilasiz. Men Estee Lauder sirvatkasini surib, keyin Chanel kremimni surib oldim. Yuzlarim bittada oqaradi. Zato kosmetolog umuman kerak emas. Bularning hammasini siz UM Cosmetics magazindan olishingiz mumkin. Profilim shapkasida Telegram kanalim bor. U yerda men har kuni bepul makiyaj bo'yicha darsliklarni berib boraman. Agarda siz linkni qayerdaligini topa olmasangiz, unda Telegram orqali poiska Mohirabonu Umarova deb yozsangiz, hamma darsliklarim chiqib keladi.